Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan 3-sinf matematika darsligining 3-qismidan 74-mavzu uzunlik birliklari va ularning bog'liqligi haqida gaplashamiz. Uzunlik birliklariga biz bilamiz kilometr, metr, detsimetr, santimetr, millimetrlar kirar edi. Endi yondosh mavzu baliq ovi ekan. Baliq ovi bu daryo, ko'l, suv omborlari yoki dengizlarda baliq tutish faoliyati hisoblanadi. Baliq ovidan maqsad hordiq chiqarish yoki sanoat, tijorat maqsadda baliq ovlanadi. Hordiq chiqarish bo'lsa dam olish va qiziqish uchun qilinadi. Odatda qarmoq bilan ovlanadi bunday baliqlar. Sanoatda, tijoratda bo'lsa katta miqyosida maxsus texnika va to'rlar yordamida baliq ovlaniladi. Endi baliq ovlash vositalariga keladigan bo'lsak, qarmoq, to'r, yana nima? Qayiqlar bilan baliq ovlanadi. Baliq ovlanadigan joylar daryolar, ko'llar, suv omborlari, dengiz, sun'iy baliqchilik xo'jaligi, ya'ni maxsus ko'llarda baliq boqib va ovlanadi u tijorat uchun. Baliq ovlash uchun eng qulay vaqt bu ertalab va kechqurun hisoblanadi. Yana mavsumda esa bahor va yoz oylarida baliq ovlash mavsumi hisoblanadi. Juda yaxshiroq, faolroq bo'ladi shu payt. Ob-havo tinch bo'lganda baliq ovlash juda ham yaxshi ekan. Ehtiyot choralariga keladigan bo'lsak, qoidalar va ehtiyot choralari haqida gaplashadigan bo'lsak, belgilangan mavsumga rioya qilib ovlanish kerak. Mana qaysidir mavsumlarda baliqlar ko'payishi paytida ovlashga ruxsat berilmaydi. Keyin kamyob, ya'ni noyob baliqlarni ovlamaslik kerak. Tabiatni umuman ifloslamaslik kerak. Baliq ovlashda xavfsizlik qoidalariga amal qilish talab etiladi. Endi birinchi misol birgalikda bajarish kerak ekan. Jasur otasi bilan baliq oviga otlandi. Aniqlang debdi. A shart bo'yicha kimning qarmog'i uzun va qancha uzun? Demak, otasining qarmog'i mana bu yerda metrda 1, 2, 3, 4 metrga bormagan ekan. 3 metr u. Endi bu detsimetrda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 detsimetr. 3 metr u 8 detsimetr. Buni 380 santimetr desak ham bo'ladi, santimetrga aylantirib. 380 santimetr desak ham bo'ladi. Endi Jasurniki 1, 2, 3 va 2, 3 metr, 2 detsimetr. Endi buni 320 santimetr desak bo'ladi. Kimning qarmog'i uzun debdi. A shart bo'yicha yechamiz. A shart bo'yicha birinchi misol. Demak, 380 dan ayiramiz 320 ni. 3 qada 60 santimetr uzun ekan otasining qarmog'i. Javob otasining qarmog'i 60 santimetr uzun. B shart bo'yicha kimning termosi baland va qancha baland? Demak, Jasurnikini oldin hisoblaymiz. Bu uchun biz 19 santimetr 9 millimetrga qo'shamiz 3 santimetr 9 millimetrda. Bu kelib chiqadi bizga, aylantirsak 199 millimetr qo'shilgan 39 millimetr. 9 ga 9 8, 12 13, 238 millimetr ekan bu Jasurniki. Endi otasinikini topamiz.
41 santimetr 1 millimetrdan ayirishimiz kerak. 14 santimetr 8 millimetrda. Bu bo'ladi 411 millimetr ayrilgan 148 millimetr. Bu kelib chiqadi bizga 263 millimetr. Ana endi 263 millimetrdan ayiramiz 238 millimetrda. Bu kelib chiqadi 25 millimetr. Javobga yozamiz. Otasining termizi 25 millimetr uzun. Jasurnikidan endi. Kimning ro'zagi og'ir va qancha og'ir? Deb bunisini D sharti bo'yicha ishlaymiz. Bu uchun biz oldin Jasurnikini hisoblaymiz. 4 kilogrammimiz 4000 gram. 4000 ga 267 ni qo'shsak 4267 grammga qo'shishimiz kerak. 3 kilogramimiz 3000. 3000 ga 578 qo'shsak 3578 gram. Ikkalasini qo'shadigan bo'lsak bizga kelib chiqadi 7845 gram. Bu Jasurniki. Endi otasinikini hisoblash uchun 18 kilogrammi 400 gramni 18400 gram deb olamiz va ayrilgan 8 kilogrammi 986 ni 8986 gram deb olamiz. Endi buni ayiradigan bo'lsak 9414 gram. Bu otasiniki ekan. Endi kimniki og'ir degani uchun farqlash uchun doim ayirishdan foydalanamiz. 9414 gram ayrilgan 7845 gram. Ayirsak 1569 gram. Otasiniki og'irroq ekan. Bunga ham javobga otasining termizi 1 kilogrammi 569 gram og'ir desak bo'ladi. Bu birinchi misol edi. Qiymatlarni bir o'lchov birligidan boshqasiga o'tkazish uchun qoidani eslab qolish kerak. Katta birlikdan kichik birlikka o'tish kerak bo'lsa, qiymatlar ko'paytiriladi. Mana kilometrdan metrga o'tish bo'lsa 1000 ga, metrdan detsimetrga 10 ga, detsimetrdan santimetrga ham 10 ga, santimetrdan millimetrga o'tish uchun ham yana 10 ga ko'paytiriladi. Agar kichigidan kattasiga o'tish kerak bo'lsa, bo'linadi. Teskarisi millimetrdan santimetrga o'tish uchun 10 ga bo'linadi. Santimetrdan detsimetrga o'tish uchun bu ham 10 ga bo'linadi. Detsimetrdan metrga o'tish uchun ham 10 ga bo'linadi. Metrdan kilometrga o'tish uchun 1000 ga bo'linadi. Shunga ahamiyat qaratish kerak ekan. Ifodalarni millimetrlarda, oldin bular millimetrga o'tish kerak ekan. Demak, bizga ma'lum 10 ga ko'paytirishimiz kerak. Demak, 3 santimetr katta, millimetrdan santimetr 30 millimetr. Bunisi 2 santimetrimiz
20 millimetr, 20 ga 8, 28 millimetrga teng. Shularni ko'chirib yozay. Endi misollarni yozaylik. Birinchisi millimetrda ifodalash kerak edi. 3 ni o'nga ko'paytiramiz 30 millimetr. Bunisi 20, 2 santimetrimiz 20 millimetr, 28 millimetr. Bunisi 5 metrimizni millimetrga o'tishimiz kerak. Oldin santimetrga o'tamiz. 500 santimetr bo'ladi. 500 ga yana 10 ni ko'paytirsak 5000 millimetrga teng bo'ladi. Bunisi detsimetr. 4 detsimetrimiz 400 millimetr. 400 3 millimetr. Endi 5 sharti bo'yicha santimetrga o'ting. Bu 70 santimetr bo'ladi, chunki 1 detsimetrimiz 10 santimetrga teng. Bunga endi 10 ga bo'lishimiz kerak. Bitta 0 ketadi. 47 santimetr. Endi bunisi buni o'chira yozamiz. 3 metrimiz 300, 300 ga 90 ni qo'shsak 9 detsimetrimiz 90, 300 qo'shilgan 90 qo'shilgan 2, 392 santimetr. Endi shunda 3 kilometrni ham o'tkazish kerak edi. 3 kilometr. 3 kilometrda oldin metrga o'tamiz. 3000 metr. Endi buni 100 ga ko'paytirsak santimetrga o'tamiz. Santimetr. 300 ming santimetrga teng bo'ladi. Endi detsimetrda bu 20 detsimetr, chunki 1 metrimiz 20 detsimetrga teng. Bunisi 31 detsimetr. Endi kilometrdan oldin metrga o'tamiz. 4000 metr ko'paytirilgan 40000 detsimetrga teng ekan. 1300 millimetrimiz esa santimetrga o'tsak 130 bo'ladi. Millimetrga 100 ga bo'lamiz. 13 detsimetrga teng. Sharti bo'yicha kilometrda 1 kilometrimiz 1000 ga teng. 1000 ga bo'lsak bu 8 kilometrga teng. Endi bu mana bu 30000 1 kilometrimiz 10000 detsimetr bo'lgani uchun bu 3 kilometrga teng. Bunisi esa 1 santimetrimiz 700 ming 1 kilometrimiz 700 ming santimetrga teng. Buni kechirasizlar. 1 kilometrimiz 100 ming santimetrga teng. 700 santimetrni kilometrga o'tish uchun bo'lamiz. Bu 7 kilometrga mana. Oldin metrga o'ta olsak, yana ikkitasi ketsa metrga o'tadi. Bu yo'q 7 kilometr. Bunisi esa metr. Buni 1000 ga bo'lamiz. Bu bo'ladi 23 kilometr. Mana shunday. Endi 3 ifodalarning natijalarini eng kichik o'lchov birliklariga o'tkazing. To'g'ri qiymatlarga mos keladigan harflarni to'plang. Bu predmetni nima deb ataladi? Bu nima uchun kerak debdi. Endi oldin buni ustuncha qilib yoza olamiz. Men bu yerda hisoblab ko'rsataman. Ko'chirib o'tmadim. 1 detsimetr 3 santimetri 4 millimetrimiz 134 millimetrga teng va bunga qo'shamiz
5 detsimetrimiz 586. 0, 11, 12, 6, 7. 720 millimetr. Bu mana bu yerdan yozamiz. Beli bo'g'ini bo'ldi. Ikkinchisi, endi buni ayirishimiz kerak ekan. Buni ham shunday qilib mana bu yerda ayirib olamiz. 8 metrimiz 800, 7 ni qo'shsak 807 santimetrdan ayiramiz. 23 detsimetrimiz 230, 4 qo'shsak 234 santimetrda. Bu 3, 7, 5, 573 santimetr. 573 santimetr. Bu bo'g'in bizga S bo'g'inini berdi. Endi bunisi oldin ayiramiz va keyin bo'lamiz. 5 kilometrimiz 5000, 5000 ga 329 ni qo'shsak 5329 metrdan ayiramiz. 4000 ga 48, 4048 metrda. Bu bir endi bunisi 12 dan ayirsak 8, 2, 1. 1281 metrda bo'lishimiz kerak 3 ga. 12 ni ichiga 4 ta bor. 12, 8 ni ichiga 2 ta bor. 6 va 2, 21 ni ichiga 7 ta bor ekan. Metr. 427. 427 metr. Bu na ekan. Belesna kelib chiqdi. Belesna baliq ovlash uchun qarmoqqa bog'lanadigan yaltiroq baliqcha, plastinka. Mana bular belesna. Bu baliq tutish uchun kerak bo'ladi, qarmoqqa bog'lanadi. Bu suv tagida yaltirab baliqni o'ziga jalb qilar ekan. 4. Sxema bo'yicha masala o'ylab toping va uni yeching. Endi sxema bo'yicha mana daryo olabug'a balig'i mana bu yerda yashik desak 1, 2, 3 yashik ekan. 3 yashik. Endi cho'rtan balig'i 1 yashik. deydigan bo'lsak, endi daryo olabug'a balig'i cho'rtan balig'idan 18 kilogramm ko'pligi aytilganda, biz endi shunda qiladigan ishimiz har birini topishimiz kerak necha kilogrammdan ekanligini. Biz bu yerda birinchi qiladigan ishimiz 3 yashikdan 1 yashikda ayirib 2 yashik baliq 18 kilogrammni tashkil qilyapti. 18 kilogrammni endi ikkinchi qiladigan ishimiz 18 kilogrammni 2 ga bo'lsak bitta yashik kelib chiqadi. Bu 9 kilogramm bo'ladi. Mana bu 9 kilogramm bo'ladi. Endi bunisini topish uchun endi buni 3 ga ko'paytiramiz. 9 ko'paytirilgan 3 bu 27 kilogramm baliq. Mana shunday topiladi. Mana bu 27 dan 9 ayirsak 18 kilogramm ko'pligi kelib chiqdi. Javobga yozamiz. Olabug'a daryo
Olabug'a balig'i 27 kilogramm, cho'rtan balig'i esa 9 kilogramm ekanligini biz topdik. 5. Kecha 3 keksa baliqchi 79 ta baliq tutib o'zaro teng bo'lib olishdi. 2 yosh baliqchi bugun 54 ta baliq tutib, ular ham o'zaro teng bo'lib olishdi. Qaysi baliqchi ko'proq baliq oldi? Keksa baliqchimi yoki yosh baliqchimi debdi. Endi bunga oldin shart tuzib olamiz. Mana masalaga ham shart tuzib oldik. Bu yerga kelyapti 3 ta keksa baliqchi teng bo'lib oldi. 78 ta baliqni yechish qo'yib 78 ni biz bo'lamiz 3 ga. Shunda 2 va 6 26 tadan tushdi har birida. Endi 54 ta baliqni 2 kishi bo'lib oldi. Bu esa 27 tadan tushdi. Shunda bizga aytgan, keksa baliqchimi yoki yosh baliq, qaysi baliqchi ko'proq baliq oldi? Demak, yosh baliqchi ko'proq baliq olgan. Bitta ko'p olgan. Mana 27 dan ayirsak 26 ni bitta ko'p yosh baliqchi. Shuna bo'ladi. 6-masala. Baliqchiga qarmoq yig'ishiga yordam bering. Ifodalarni yozing va ularni hisoblang. 6-masala. Baliqchi qarmoqni yig'ishga yordam bering. Ifodalar yozing va ularni hisoblang. A'si. Dasta qarmoqning asosiy qismi. Mana bu dasta. Baliqchi uni har biri uzunligi 40 cm dan bo'lgan 6 ta naychadan yasadi. Agar yig'ish paytida uning uzunligi naychalarning umumiy uzunligidan 25 cm qisqa bo'lsa, dasta uzunligini toping. Endi bu yerda mana bu yig'ishda deyapti, umumiy uzunligidan 25 cm qisqa. Mana bu 40 cm dan bo'lgan bilan bular bir-biriga kirish hisobidan qisqarish aytilgan bu yerda. Endi 6-masala. A sharti bo'yicha 6 ta naycha 40 cm dan ekan. Endi buni 240 cm bo'ladi 6 ta naychani o'zi va agar yig'ish paytida uning uzunligi naychalarning umumiy uzunligidan 25 cm qisqa bo'lsa, demak undan 25 ta ayirsak, buni uzunligi bo'ladi 215 cm. Ya'ni 2 metr 15 cm ga teng bo'lar ekan. Bu A javobi bo'yicha edi. B javobi bo'yicha endi bu yerga yozaman. 215 cm. Mana bu 215 cm ga teng bo'ldi. Sababi bir-biriga kirish hisobidan qisqaradi 25 cm. 215 cm ekan mana shuni uzunligi. Endi baliq ovlash leksikasining butun uzunligi, ya'ni mana bu qarmoq keladigan uzun ipi bir qismi g'altakka o'ralgan. Mana bu g'altakka o'ralgan. Uning 2 metr 10 cm uzunlikdagi qismi qarmoq bo'ylab cho'zilgan. Mana bunday cho'zilgan ekan. Qolgan qismi qarmoqdan 86 cm pastga tushgan. Mana bu qarmoqdan pastga tushgan ekan. G'altakka o'ralgan leksik qismining uzunligi qancha? Oldin biz qanchasi chiqqanini topamiz. Bu uchun 10 metrimiz bizda bo'ladi. Santimetrga o'tsak 1000 santimetr. Endi
Biz eng birinchi mana bu 210 santimetr g'altakni buyog'i mana bu yerdan bu yergacha bo'lgani 210 santimetr ekan. Buni yozamiz. 210 qo'shilgan 86. Bu bo'ladi 296. Demak, 1000 dan 296 santimetrni ayirsak kelib chiqadi. Shunda bo'ladi bizga 704 santimetri g'altakka o'ralgan. Javobga yozishimiz mumkin. G'altakka 704 santimetr endi desa Qalqovich ilmoqda 38 santimetr masofada leskaga o'rnatilgan. Mana bu ilmoqdan 168 millimetr masofada leska cho'ktirgich bog'langan. Mana bu cho'ktirgich qalqovich bilan cho'ktirgich orasidagi leksik uzunlik qancha? Demak, 38 santimetrdan D javob bo'yicha qalqovich, mana bu narsa qalqovich ilmoqdan 38 santimetr masofada leksika o'rnatilgan ekan. Mana bu. Endi u mana bundan ana bu po'kkak deydi-ku, cho'ktirgichdan bog'langan ekan, leskaga bog'langan ekan. Cho'ktirgich orasidagi mana bu bilan mana bu orasidagi masofani topishimiz kerak ekan. Bu uchun biza 38 santimetrni 380 millimetr deymiz va 380 millimetrdan 168 millimetrni ayiramiz. Shunda bo'ladi 212 millimetr. Mana shunday. Endi javobga yozamiz. Orasidagi masofa 212 millimetr. Mana bir 212 millimetr ekan. Ya'ni 20 santimetr 12 millimetrga teng ekan. 7. Baliqchi 15 ta baliq tutdi. U tutgan baliqlarni miqdorlarini har xil bo'lgan 5 ta to'pga ajratdi. Har bir to'pda nechta baliq bor? Bu uchun biz 15 ni 5 ga bo'lib, teng o'rtasidagi qancha bo'lgan topib 3. Demak, bu 3 ta va bu 3 dan oldin 2 va 1. Mana bu 3 tasi kelib chiqdi. Endi bundan keyin bularni bir-biriga qo'shsak 6 bo'lyapti. 4 ni qo'shsak 10 bo'ladi va 5 ni qo'shsak 15 bo'ladi. Mana 1 2 3 4 5. Teng o'rtani topib, orqasi va oldinni topish qiyin emasdi. Mana 3 ga 1 ni qo'shsak 4, 3 dan 1 ni ayirsak 2. Ya'ni 2 ga 1 ni qo'shsak 2 dan 1 ni ayirsak bu 1. 2 ta oldingi va 2 ta orqadagi sonni topib olishimiz kerak edi. Mana shu yo'ldan foydalansa bo'ladi. 8. Endi eng kichik o'lchov birligiga o'tkazib hisoblang. 8. Misolni ko'chirib oldik. Eng kichik hozir metrda o'tar ekanmiz. Birinchi 3 kilometrimiz 3000
282 metrga qo'shamiz. Shuni ustun qilib qo'shay. 3282 metr qo'shilgan 6126 metr. Qo'shsak 8, 0, 3, 4 va 9. 9408 metr. Endi 9408 metrni bo'lamiz 12 ga. 94 ichiga 7 ta bor. 14 84 bu 10 va 0. 100 ichiga 12 8 ta bor. 96. 48 ichiga esa 4 ta bor. 48. Mana endi bo'ldik. Bu metrda kelib chiqdi. Buni detsimetrga o'tamiz. Bu bo'ladi 7840 detsimetr. Endi bu 7840 detsimetrdan ayiramiz 2347 detsimetrda. Buni ham detsimetrga o'tdik. Buni o'ngga ko'paytirib 7 ni qo'shamiz. 2347 chiqadi. Ayirsak 3, bu yerda 9, bunda 7 qolgan 4 va 5 detsimetr. Buni javobi bo'lar ekan 5493 detsimetr. Mana. Ana endi ikkinchisi. Endi bunga birinchi ish qavsituvchi. Buni santimetrga o'tamiz. 8 metrimiz 800, 6 detsimetrimiz 60, 2 ni qo'shsak 862 santimetr. Ayrilgan 217 santimetr. Bu 5, bu 4 va bu 6. 645 santimetrni ko'paytiramiz 4 ga. 20 ni 0, 16, 18, 24, 25 santimetr. Endi buni bunga qo'shamiz. 2580 santimetr qo'shilgan 240 bo'lsa, 1 ni qo'shsak 241 santimetr. Bu kelib chiqadi bizga 1, 12 ni 2si 7, 8. Bu bo'ladi 2821 santimetr. Mana. Endi 9. Masalaga qaraymiz. Baliqchi birinchi kuni 5 kilogrammi 230 gram baliq ovladi. Bu ikkinchi kundagiga nisbatan 2 marta, uchinchi kundagiga nisbatan esa 1 kilogrammi 105 gram ko'p. Demak bu, ya'ni mana bu bundan va bundan ko'p. Baliqchi 3 kunda jami necha kilogram baliq ovladi? Endi bizga birinchi kun aniq va ikkinchi kun bunga nisbatan kam. Chunki mana bu 2 kilogrammi 230 gram ko'p ikkinchi kundan va uchinchi kundan. Mana bu yerda qisqa shartini tuzganman. Mana birinchi kuni 5 kilogram 230 gram tutgan, ikkinchi kuni 2 marta ko'p. Bu ko'p, birinchi kun ko'p. Bu deganiga ahamiyat bersak teskari bo'lar edi. Ikkinchi kundagiga nisbatan 2 marta, uchinchi kundagiga nisbatan 1 kilogrammi 105 gram ko'p. Demak, birinchi kun ko'pda, ikkinchi kun kam bo'ladi. Shunda
Shu teskarisidan boshlaymiz. Birinchi, ikkinchi kunni topa olamiz. Demak, ikkinchi kun kamda. Shu uchun 2 ga bo'lamiz. 5 kilogramm 230 grammni 5230 gramm deyman. Bo'lingan 2. Bu bo'ladi 2615 gramm. Endi ikkinchi ish 5230 ayrilgan 1105 gramm. Bu kelib chiqadi bizga 4125 gramm. Endi bu ikkinchi kun. Bu esa uchinchi kun. Endi bizga topdik. Jamini topish uchun endi hammasini qo'shamiz. Uchinchi ish 5230 qo'shilgan 2615 va qo'shilgan 4125. Bularni qo'shadigan bo'lsak biz bunga buni qo'shsak 40 bo'ladi. Hammasi bo'ladi 11 kilogrammi 970 gramm. Javobga yozamiz 11 kilogrammi 970 gramm baliq ovlagan. Shu bilan bugungi mavzumiz o'z nihoyasiga yetdi. Savollar bo'lsa yozib ketinglar, javob beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, sog' bo'ling.